Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Voy peshonangga nima qildi? Voy o'lmasam. Matematika ustozim. Hozirgi ustozni o'zidan ketib qolgan shekilli. Qani menga telefon qilib berchi, o'zim bir gaplashib qo'yay. Mana oyi. Hurmatli ustoz, nimaga meni bolam peshonasiga ikki baho qo'yib qo'ydingiz? Nima haqqingiz bor meni bolamni izza qilishga? Bu ishingiz uchun javob berasiz, tushundingizmi? Hurmatli oyisi, siz avval nima bo'lganini bilib oling. Nima bo'lgan taqdirda ham meni bolamni peshonasiga tamoq qo'yishga sizni umuman haqqingiz yo'q. Yozish uchun daftar berilgan, kundalik berilgan, nimaga peshonasiga baho qo'yib qo'yasiz? Ha? O'g'lingizni ming marta ogohlantirdim. Matematikaga qiziqishi yo'q. Uyga vazifani mutlaqo noto'g'ri bajaradi. Gapirsam, oyim aytdilar, pul sanashni bilsam bo'ldi. Matematikani bilishim shart emas deydi. Kundaliklariga umuman qaramagansiz. Bo'pti, hozir telefon qilib boraman-a. Farosati yo'q, nima unaqa gap gapirasan? Oyi, o'zi shunaqa dedingiz-ku. Uchir ovozingni. Nima bo'lyapti? Nima baqir chaqir, ha? Nima bu ahvol? Matematika ustozim uyga vazifani noto'g'ri bajarganim uchun qo'ydilar. To'ppa to'g'ri qilgan. Nima bizdan so'ramaysan, ha? Nima mendan so'ramaysan, nima oyingdan so'ramaysan? O'zi oyim bilan qilgandim-ku. Voy, sotqin. Ana, hamma ayb o'zingda ekan-ku. Ya, men har yordam berib, ham tuhmat eshitib, ham gap eshitishim kerak emas. Oyi, ada iltimos tortishmaylar. Undan ko'ra qalamimizga a'zo qilib qo'yaylik. O'shunda uyda o'tirib onlayn matematikadan o'rganadi. Platformadagi darslarni qilmasa, mentorlari o'zi nazorat qiladi. Shunda shunaqangi janjallar bo'lmaydi. Ha, akam to'g'ri aytayaptilar. O'rtog'im Murod ham qalanda o'qiydi. Matematika ustozim uni maqtagan. Eng muhimi, har kuni qalanda 2000 so'm cashback beradi. Zo'r ekan-ku. Shu yerda haligi onalarni uy vazifasini to'g'ri bajarishga o'rgatadigani yo'q ekanmi? Kesatmang. Shuncha dars tayyorlaganimga rahmatingizmi bu? Bizni paytimizda matematika boshqacharoq, osonroq edi. Hozir qiyinlashib ketgan, ozgina tushunmadim-da. Senchi mana shu bahonatni o'qish bo'yicha olimpiadaga qatnasang bo'lar ekan. Aniq g'olib bo'larding. Ha, siz xotindan ayb topish bo'yicha tanlovda ishtirok etsangiz bo'lar ekan, chempion bo'lardingiz. Agar farzandingiz matematikadan yaxshi o'qishni xohlasangiz, Qalon Uzga a'zo qiling.